Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Yakshanba tongi hammaga xush kayfiyat tilayman. Bugun sizlar bilan bir ma'lumot o'laroq informatsiyani sizlar bilan bo'lishib, siz azizlarga bir ilm tariqasida ilm bo'lishligi uchun, undan tashqari bir foyda bo'lishligi uchun harakat qilmoqchiman va buning uchun siz azizlarga chakanda o'simligini foydalari haqida aytib bermoqchiman. Chakanda o'simligi mana bu o'simlik hisoblanadi mana. Chakanda bu ablipixa deyshadi. Bizda xalqimiz ko'proq ablipixa yog'ini ishlatishni yaxshi ko'rishadi. Ablipixa yog'i aptekalarda, do'konlarda bo'ladi. Hozir biz ablipixa yog'i haqida gapirmoqchimiz. Ablipixani o'zi haqida gapirmoqchimiz. Ya'ni naturalniy ablipixa. Naturalniy ablipixa o'zi kichkinagina mevacha. Mana bitta mevasida bir nechta mana mevacha bo'ladi-da, mana kichkina. Demak, buni mana shu bitta donasini opa deb uzib olsak, vitamin B, karotinoidlar, betain degan modda ham shunchalik ekan. Betain degan moddani odamlar Yevropadan zakaz qilib, nima qilyapti? Oshqozon ostim bezimga foyda bo'lsin, ichaklarimga foyda bo'lsin deb betainni Yevropalardan zakaz qilishyapti. Mana betain, mana shuning ichida betain bor. O'zing betain ekansan demanglar-da. Bu tarkibidagi moddaning ismi betain. Mana shu betain bor tarkibida. Demak, bundan tashqari bunda juda ko'p vitamin A, E bor. Bu vitamin bittasidagi vitamin butun bir apelsindan ko'p ekan. Mana shu kichkinagina hech qancha chiqmaydigan mevani ichida butun bir apelsin bor, katta. O'shandan ko'p vitamin bor ekan. Tavba qildim. Shunaqa ham ko'p vitamin bo'ladi. Mana shunchasini endi bitta damlab ichsangiz, bormi qancha vitamin ichingizga kirib ketadi. Endi buni nimalarga foydaligi haqida aytib o'taman-da. Bu yaralarni yaxshi bitiradi. O'zimning praktikamdagi narsani aytib beraman. Qaranglar, bu ichak yaralariga yaxshi bo'ladi. Agar un qilib maydalab turib klizma qilsa, gemoroyga foyda katta bo'ladi bunda. Demak, ozdiradi bu. Mana shoxchalari bor. Shoxchalari bilan qo'shib damlasa, ozib ketar ekan odam. Bes tashlatadi. Demak, homiladorlarga yaxshi foydasi bor. Homiladorlarga ko'p narsa mumkin emas, lekin bu mumkin-da. Buni homilador ayol ichsa nima bo'lishini bilasizlarmi? Tarkibida vitamin B9 foliyaviy kislota bor-da. Bu homilaning uzun shlankasi bo'ladi-yu, ushlab turadi bolani. Bola yoqda turadi, homila yoqda turadi, ona homiladorning yoqda turadi, bolani pitat qiladi. O'zidagi suyagidagi kalsiy bilan, tishidagi kalsiy bilan, butun suyaklaridagi kalsiy bilan bolasini bechora boqadi. Tug'gandan keyin tishlari to'kilib ketadi ayolda, suyaklari mo'rt bo'lib qoladi ayolda. O'sha bolani shlankasini baquvvat qilib berar ekan yo'ldoshini. Yo'ldoshmi nima deymiz? Platsentasi. Platsenta deydi endi ilmiy tomon. Yo'ldosh ismini aytmayapman. Yo'ldosh bor-ku. O'sha platsenta shlankasi. Ona bilan homilaning o'rtasidagi yo'l. Kislorod, ovqat hammasi shodan keladi. Nafasni ham shodan oladi homilador ayoldan oladi. Mana shu protsesslarni mustahkam qilib beradi. Aytaman, bolam tushib qoldi, nima bo'lib qoldi? Platsenta slabey ekan, ko'chibdi devori matkadan deyshadi. Mana ginekologlar vahima qiladi, o'zingizlar vahima qiladi-yu. Ko'chibdi, endi nima bo'ladi? Mana shuni ichinglar, zo'r bo'ladi. Mana shuni ichish kerak. Men buni reklama qilmayapman, deb bo'jon olib ichaveringlar buni. Demak, bundan tashqari boladagi homilador ayolning homilasidagi bolani miyasi bor-ku, ongi, yarim shariklari. Bular buni ichganda B9 borligi uchun u bola geniy bo'lib tug'ilar ekan. Xohlaysizmi bolangiz geniy bo'lib tug'ilishini? Nega geniy bo'lib tug'iladi? Sababi vitamin B9 homiladorlik paytida yetishmasganda bolaga. Biznikilar meva ham yemaydi-yu bir xillar. Dedi, nima qilasan? Tug'sa bo'ldi dedi. Yo'q. Berish kerak. Homilador ayolga mana elevit deydi, tabletka elevit. Men bitta praktika qilib ko'rganman-da, bir ayolga elevit ichkizganman. Elevit. Bitta ayolga ichkizmay ko'rganman. Chunki o'zi ichmas ekan. Endi kuzatganman o'sha ichgan-ichmagan ayollarni. Xullas, ichgan ayolni homilasi zo'r bo'lgan, keyinchalik oldimga kelganda bolalari qandaydir dadilda ichganlik.
Ichmay yurganda bolalari lanchda. Ana qilib yuribdi, nimadir yetishmaydi-da ularga. Vitaminlar yetishmaydi, nimadir yetishmaydi-da aniqda u. U kelajakdagi hayotiga ham ta'sir qiladi-da. Mana shuni ichsa, o'sha narsalar bo'lmaydi. Miya zo'r bo'ladi, geniy bo'ladi, tez fikrlaydi, tez aniqlaydi, tez diagnoz qo'yib tashlayveradi, o'sha bo'ladi, tez bo'ladi bola. Demak, undan tashqari buni foydalaridan yana bittasi, praktikamda ko'rgan foydalardan bittasi, buni ko'pchilik oshqozon yazvasiga yozar ekan. Berar ekan. Oshqozon yazvasiga ablibixin mazla berar ekan. Bu mumkin emas oshqozon yazvasiga, do'stlar. Nega mumkin emas? Kitoblarda ham mumkin deb yozib qo'ygan-ku doktor. Nega siz unaqa hamma narsani mumkin emas deyaverasiz deb siqilib qolmanglar. Sababi bu ozgina kislotnostni oshiradi. Oshqozonning o'zi kislota oshib, yara bo'lib, vijillab yotgan joyda buni ichsanglar, battar kislotalarning oshib ketadi, natijada battar yazva kuchayib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bundan ko'ra shilemnik baykalskiy degan giyoh bor, o'shani ichsanglar foydaliroq. Endi buni foydasi haqida gapirib beryapman-ku, to'g'rimi? Bu ko'proq ishlaydigan narsa bu jarohatlarda, teri yuzasidagi jarohatlar, kuyishlarda zo'r. Masalan, kuydi, katta joy kuydi-da. Menga shunaqa bemor keldi, katta joyi kuygan. Chaqiryapti meni, men vizitga boryapman, nima bo'lyapti desam, mana shunaqa kuyib ketdi, bitta ko'rib bering doktor. Xo'p, xirurg ko'rmadim, ko'rdi. Men faqat shu ablib yoqim masla surtib turibmiz. Og'ayni. Mana uni qildim. Spirtga qo'shdim, aralashtirdim. Yaxshilab. Surtdik spirtga qo'shib. Kuygan joyiga. Orqasidan gusini jir bo'ladi, g'oz bor, g'oz. Shuni yog'i bo'ladi. O'shani yog'ini surtdik orqasidan. Rosa ko'p surtdik. Natijada uning yarasi shunaqa tez bitdiki, o'zimiz xirurglar ham hattoki hayron qolib ketdi-da. U dalnovoy ekan, uzoq yo'llarga yurar ekan, Kamaz haydar ekan. U tez yaxshi bo'lib ketdi. Mana shu kuygan yarmi kuyib ketgan edi uni pashti. Qaynoq suv to'kilib ketganmi, mazut to'kilib, bilmayman nima bo'lgan ishxonasida. O'sha narsalarni biz berib praktikadan o'tkazib oldik. Bu kuyganga yaxshi bo'lar ekan, do'stlar. Demak, ko'p foydalari haqida gapiryapmiz, mana homilador ayolga gapirdik, to'g'rimi? Yana nima qiladi bu? Yana nima qiladi degan savol bor. Xo'p, ichakda faqat yara bo'lsa, kalit bo'lsa, unga mumkin. Chunki bu ichakda kislotalikni oshirsa bo'laveradi-da. Oshqozonda oshirsa bo'lmaydi-da. 12 barmoqli ichak yarasi, yo'g'on ichak yarasi, ingichka ichak yarasi bo'lsa, пожалуйста, kalit, enterokalit, пожалуйста. Beraveringlar, bo'laveradi. Keyin bu ko'zga foydali, do'stlar, bu ko'zga zo'r bo'ladi. Qanaqasiga zo'r bo'ladi? Chunki vitamin A nimani kuchaytiradi? Zreniyani kuchaytiradi. Zreniyani vitamini zo'r qiladi. Voy, deydi-yu avvallar o'qituvchilarimiz maktabda. Endi bu narsa nima qilar ekan? Zreniyaga ham foydasi bor ekan, vitaminlar saqlagani uchun. Ko'zaga foydasi bor ekan. Endi yana bitta sirda aytib qo'ymoqchiman. Bu sirni sizlarga hech kim aytmaydi. Yaxshilab maydalab turib kofemolkadan chiqaringlar. Yog'li bo'lib ketadi o'zi bu. Chunki bundan yog' olinadi. Lekin yog'lar unaqa ko'p emas o'zi aslida. Lekin qanaqadir yog'liroq bo'lib qoladi, yopishqoqroq bo'ladi. Ana o'shani sochinglar to'kilgan joyiga yaxshilab kasha qilib suvda damlab 100 gradus suvda. U qanaqa damlanadi? Endi mana shu katta qoshiqda bir qoshiqqa solinadi-da, maydalangani. O'sha qaynoq suvni quyib 100 gradus suvni quyasiz. Bir 100 gramcha suvga damlaysiz. Damlamani 1 soat turg'izib qo'yasiz, keyin olib aralashtirib o'sha sochingiz to'kilgan joyga surtasiz. Menda ham sochim to'kilgan, mana mayda sal to'kilgan joyi bor, lekin meni vaqtim yo'q buni qilishga, nima endi. O'zing davolab ol degan odam yo'q. Mana shuni surtib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Albatta. Endi bu kimlarga mumkin emas degan savol bor endi. Kimlarga mumkin emas, kim ichmassin degan savol bor. Homiladorlar ichaversin dedik-a. Emiziklilar ham ichaversin. Oshqozon yazvasi borlar ichmasin. O't qopida xoletsistiti borlar, ya'ni u o't haydash xususiyatiga ega-da. Xoletsistit qanaqasi? Bakterialniy bo'lsa, yallig'lanishli bo'lsa, juda qattiq yallig'lanib turgan bo'lsa, pankreatit qo'zib turgan bo'lsa, pankreatitlarga ham mumkin emas ekan. Yazvaga ham mumkin emas ekan. Keyin yana kimga mumkin emas? Kim fahmladi? Meni oldin kim aytadi degan savol bor.
Miyomasi borlarga mumkin emas. Rak kasali bor, saraton kasali borlarga mumkin emas. Nega? Kim topadi? Buni sizlarga jumboq qilib qoldiraman. Nega bu rak kasali borlarga mumkin emas, miyomasi borlarga mumkin emasligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Negaligini aytib o'tirmayman. Sizlar negaligini sizlar aytasizlar azizlar, chunki meni videolarimni anchadan beri kuzatib boryapsizlar va sizlarda bir umumiy tushuncha, umumiy bilim hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Albatta, bilimli xalq, bilimli narod hech qachon aldanmaydi hech kimga. Hech qachon bilimli odam noto'g'ri yo'llardan yurmaydi. Shuncha bilim olgandan keyin bu narsalarni xudo xolasa javobini ham topasizlar. Men bergan savolga ham javobini topasizlar albatta. Hammaga shifoy komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xonadoningizlarga Alloh rizq barakat oytsin. Hamma salomat, sog' yursin. Sog' bo'linglar.